Do'stlar bilan o'ynashga to'p ushda telefon uchun juda ham dahshat o'yinlar. Sizdan bitta like va obuna, men esa boshladim. 3-o'rinda Frag Pro Shooter o'yini. Ushbu o'yin Fortnite'ga o'xshagan juda ham ajoyib set qilib o'ynasa bo'ladigan otishma o'yinlardan biri, ya'ni jangari desa ham bo'ladi. Xullas, bu o'yinni siz arena rejimida o'ynaysiz, 5ga5 va 4 ta do'stingizni qo'shib maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi ozgina multfilm sifatroq qilingan, lekin juda ham qiziqarli qilib ishlab chiqarilgan va sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi. O'yinning grafikasi to'g'ri, ozgina multfilm sifatroq va bu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Xullas, do'stlaringizni o'yinga taklif qilib, birgalikda ID orqali maza qilib, set qilib birgalikda o'ynasanglar bo'ladi. Xullas, o'yin juda ham zo'r, maza qilib o'ynaysizlar va sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi. Ushbu o'yinni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, hozir videoga bitta like bosib, Instagram profilida silka bor, silkani ustiga bosib, Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda Food Game o'yini juda ham prikolni, ajoyib otishma o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda siz katta oshxonada sabzavotlardan birini tanlay olsangiz, karam piyoz bo'lib, birgalikda o'rtoqlar bilan maza qilib otishma qilib o'ynashlaringiz mumkin. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan. Maza qilib o'ynaysizlar va bu o'yin kayfiyatingizni ancha ham ko'taradi. Xullas, bu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Ushbu o'yinni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Instagram bioda silka bor, silkani ustiga bosib, Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda Blood Strike o'yini. Ushbu o'yin Free Fire, PUBG Mobile ga o'xshagan juda ham ajoyib otishma o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda siz 4 tagacha bo'lgan do'stingizni qo'shib birgalikda mazza qilib set qilib o'ynasangiz bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan. Mazza qilib o'ynaysizlar va ushbu o'yinning grafikasi 90 FPS gacha qo'llab-quvvatlaydi va o'yin juda ham tez qilib ishlab chiqarilgan. Endi grafikasini o'ynab ko'rsanglar o'zingizlar bilasizlar va bemalol slab telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi va ushbu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Bu o'yinni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Instagram bioda silka bor, silkani ustiga bosib, Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Videoda